haqorat qilmoqchi emasmiz. Jinorson, ko'chada nima shovqin bo'lyapti? Tinchlikmi, nima gap? Yangi yilingiz bilan janob. Yangi yilda yangi kayfiyat tilab keldik. Kutilmagan vaziyat bo'ldi-ku. Qanday yaxshi. Sizni yangi yil bilan tabriklagan holda Qorbobo sizga sovg'a berishga qaror qildi. Qorbobo, uxlab qoldingizmi? Jinorson, sovg'ani olish esimdan chiqdi. Jinorson, sen Qorbobo emassan, kaltafahm bobosan. Janob, hech qayerga ketib qolmang. Hozir biz 5 daqiqada kelamiz. Qani oldinga tush, la'nati qariya. La'natlari, menimcha ular boshqa qaytib kelmasa kerak. Sizlarni bu yerga ko'rib turganimdan xursandman. Xullas, maqsadga o'tamiz. Demak bunday, menga kecha Qorbobo sovg'a bermadi. Shuning uchun buni aniqlashimiz kerak. Nima uchun menga kecha sovg'a bermadi? Janob, bu Qorbobo emas, mashining bobo bo'lishi mumkin. Men bunaqalarni uchratganman. Shunaqasi ham bo'ladimi? Janob, haqiqiy Qorbobo Janubiy qutbda bo'ladi. Shundaymi? Menda bir g'oya keldi. Demak biz Janubiy qutbga uchamiz. Lekin bir kichkina muammo bor. Sizlarni Janubiy qutbga qanday qilib olib ketaman? Sizlar men uchun uchar moslama qurasizlar. Haloyiq, eshitdingizmi? Janubiy qutbga uchar ekanmiz. Tepaloq qilmasdan yuringlar. Jinorson, qaysi birlaring oppoq qorga chiqib ketdilaring? Men bosib oldim. Xullas, la'natlar, bo'sh kelmasdan ishlashimiz kerak. Bo'lmasam Janubiy qutbga bora olmaymiz. Bu yerda yurmaymiz. Jarlik bor ekan. Jarlik bor ekan deyapman. Jinorson, bu tentak aholilar qayerga qo'yib bo'ldi? Men ularga Janubiy qutbga uchish uchun uchar moslama tayyor bo'lishini aytgan edim. Jinorson, bu yana nima balo bo'ldi? Janob, bu innovatsiya, kelajak texnologiyasi. Biz aholilar bilan kelishgan holda aholilarning o'zidan uchar moslama tayyorladik. Biz buni Boeing Villager deb nomladik. Jinorson, men buni uchishiga shubha qilyapman. Marhamat janob, siz uchun biznes VIP klassimiz bor. Jinorson, ichi ko'rinishi bir xil-ku. Buni orqasi qayer, oldini qayer bilib bo'lmaydi-ku. Mayli, nima ham derdim, kanalga. Jinorson, nimagadir menga bu sokinlik yoqmayapti-da. Tushunmadim. Sen bezmiya bu yerda nima qilyapsan? Jinorson, sen la'natini nima balo berding menga? Nima balo bu? La'nati, bezmiya, bir kun emas, bir kun og'zingga chichaman seni. Jinorson, o'zi bu samolyotni kim boshqaryapti? La'nati, senga nima balo bo'ldi? Menimcha seni mana bu samolyot qiynagan yoki bo'lmasam hayot. Bu samolyotda mendan boshqa hech kim yo'qmi, nima balo? La'nati, nima balo edi bu? Jinorson, samolyot qilyaptimi? Nima balo? Video shu yerda tugaydimi? Jinorson, nima balo bo'ldi hozir? Jinorson, meni qo'lim qayerda? Men bilan kelgan aholi qayerga qo'yib berishdi? Ular ham halok bo'ldimi, nima balo? Men o'zimni qo'limni topib oldim. Barcha aholi halok bo'lganga o'xshaydi. Men kimnidir ko'ryapman. La'natlari. Men barchangiz halok bo'ldingiz deb o'ylabman. La'natim ishqilari. Menimcha biz hali Shimoliy qutbga kelganimiz yo'q, to'g'rimi? Demak biz yana bir bor kelajak texnologiyasini yaratishimiz kerak. Tinchlikmi? Mayli, kelajak texnologiyasini yaratishni xohlamasangiz, yo'q boramiz. Men bir narsaga tushunmayapman. Nega sizlar tirik qoldingiz, boshqalar halok bo'lishdi? Chunki biz yashab turgan aholining ustiga qulab tushdik. Shuning uchun biz tirik qoldik, ular halok bo'lishdi. Biz o'zimizga tezroq qo'rg'on topishimiz kerak, bo'lmasa muzlab o'lamiz. Janob, menda bir taklif bor. Gulxan yoqishimiz kerak. Mana shu yerda seni kallang ishladi. Qani olg'a. Yalqovlar. Demak, mana shu yerda o'zimizga qo'rg'on qurishimiz kerak. Janob, men gulxan yoqaman, chunki bu sovuqda muzlab qolmasligimiz uchun. Tushunmadim. La'natlari, bular muzlab qolibdi-ku. Qani tezroq gulxanni yo'q. Nimaga imillayapsan? Tezroq bo'l, ularni eritishimiz kerak. Bo'ldi, men sizni tushundim. Qani boshladik. Mana janob, tayyor. Hammasi ajoyib, lekin mana bu muzlaganlarni nima qilamiz? Menimcha janob, ularni gulxanga yaqinroq qo'yishimiz kerak. Ajoyib, seni miyang bo'lmasa ham kallang ishladi. Sizlarga savol, biz bu yerda ko'p qolib ketamizmi? Negaki meni qornim och qoldi. Qani tezroq bo'linglar, menga yegulik olib kelinglar. Qani nimani kutib turibsizlar? Bo'la qolinglar.
Ba'zilaringiz erib o'z holingizga qaytdingiz. Agar ovqat bo'lmasa, eksperiment o'tkazib, qaysi biringizni go'shingiz shirinligini bilib olamiz. Qani tezda uni bu yerga olib kelinglar. Nimaga anqayib turibsan? Qani bo'la qol, uni olib kel bu yerga. Men hazırlashdim. Hoy, nega qochib ketding? Men shunchaki hazırlashdim. Men aholini yemayman. Hoy, bas qil, yig'lama deyapman. Qani tezda yo'qot bu la'nati tasqarini meni ko'z oldimdan. Qo'yile, juda ham epchil ekansan-ku. Uni gulxanga qo'yib tayyor bo'lishini kutamiz. Quyon go'shti tayyor bo'lsa, uni ta'mi qanday bo'larkin? Qani, yoqimli ishtaha. Xo'sh, janoblar, biz Shimoliy qutbga sayohat qilmoqchi edik, lekin yarim yo'lda to'xtab qoldik. Chunki ba'zilaringiz tirik qoldingiz, ba'zilaringiz muzladingiz, ba'zilarini yo'qotdik. Lekin janob, biz kundan kunga kamayib boryapmiz. Mayli, xavotir olmanglar, ertaga bir nima o'ylab topamiz. Bilaman, bugun hammamiz uchun og'ir kun bo'ldi. Yarim tunda kim eshikni taqillatdi? Jinursun, mana bu muzlab qolibdi-ku. Xavotir olma, bolakay, biz seni arqon bilan tortib olib kiramiz. Chunki tashqari muzlama bo'layotibdi. La'nati, hamma yoq muzlab qolibdi-ku. Bo'lmasam plan I'ga o'tamiz, itarib olib kiramiz. Qani, bo'la qol, yana ozgina. Mana shunday, mana. Bo'ldi, sen ichkaridasan. Xo'sh, tashqarida boshqa hech kim qolmadi. Agar qolgan bo'lsa, bahorgacha kutishga to'g'ri keladi. Janob, men uzoqroqda qandaydir tog'ni ko'rgan edim. Ertaga ertalab o'sha yerga borishni taklif qilaman. Yaxshi, bo'lmasam sen yo'l boshlovchi bo'lasan. Yaxshi janob, men mana bu tog'larni aytyapman. Ajoyib fikr. Ertalabni kutib nima qilamiz? Qani, hammamiz hoziroq yo'lga tushamiz. Tushunmadim, bu qo'shiqni kim qo'ydi? Axir hozir yangi yil-ku. Yana sen oila davrasida kalkulyatoringni o'ynayapsanmi? Bu kalkulyator emas, buvajon. Bu yangi chiqqan uyali aloqa Grox Pro Max deyiladi. Men bu qurilma bilan kanalga nechta obunachi qo'shilganini ko'raman. Qarang, bizning shu narsaga kallamiz ishlamagan ekan. Hoy bola, meni ikki quloqing bilan eshitib qo'y. Sen hech qachon qorbobo bo'la olmaysan. Qorbobo lavozimiga ko'tarilaman deb xayol ham qilma bola. Yangi yil bayrami senlarga o'yinchoq bo'ldimi? Sen menga umuman gap qaytarma bola. O'chir ovozingni. Meni qurilmam ovoz tezligidan 3000 barobar tezroq uchadi, tushundingizmi? 1941-yil jang davridagi yangi yil edi. Meni chalg'imda mor yo'g'i 3 ta bug'u va ichib olgan pianista elf bor edi. Menga qarata o'q utishgan edi. Menga 15 ta o'q kelib tegdi va men 2 ta bug'umni yo'qotdim. Men qayerdan bilaman? O'sha voqeadan so'ng pianista elfni ko'rganim yo'q. O'shanda men bir o'zim sovg'alarni yetkazganman. Hozir ham shunday qilib bilaman. Ha, faqat tushingizda. Nima deding la'nati bola? Hozir uraman o'lasan, o'zi padar la'nati bolasi. Hoy, o'zlaringizni bo'lsin. Bu nima degan gap? Chevarangiz tengi bola bilan bahslashib o'tiribsiz. Hozir qorbobo menman. Ha, senlarni qorbobo